Sevgimi bu? Otashmi, g'ussa? Yo Rab, dilni tilib tashladi. Tasodifiy o'sha bir bo'lsa, meni telba qilib tashladi. Keyin esa nachora, sensiz yog'ib o'tdi dalalarga qor. Keyin esa bechora, sensiz kelib ketdi necha bor bahor. Keyin esa menga ovunib izlaringni axtardi gullar. Keyin esa seni sog'inib ado bo'ldi hajringda gullar. Keyin esa ko'zim xobini tilab oldi uyquchi tog'lar. Keyin qalbim istirobini ko'tara olmay sarg'aydi bog'lar. Qayt, bu bog'lar tamom so'lmasin. Qayt, vafodan hikoyalar ayt. Mayli, mayli, menga rahming kelmasin. Tabiatga shafqat qil faqat. Assalomu alaykum. She'rni, musiqani yaxshi ko'ruvchi ixlosmandlar. Bugun Qaqnus sahnasida biz o'zbek adabiyotining samimiy siymosi Sulaymon Rahmonning hayoti va ijodiga nazar solamiz. Va albatta bu haqda suhbatlashish uchun studiyamizga mehmonlarimizni taklif etganmiz. Ijozatingiz bilan asosiy mehmonlarimizni tanishtirib o'tsak. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist va noshir Ashurali Jo'rayev. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, shoir va tarjimon Firuzshoh Ne'matullayev. Barchangizga xush kelibsiz deymiz. Ustoz, yana bir bor barchangizga xush kelibsiz deymiz. Biz bilamiz, Sulaymon Rahmon o'z davrini faqatgina o'ziga xos bir badiiy nafasi bo'lganda, biz ko'plab muxlislar, tomoshabinlar, umuman o'quvchilar o'zi yaxshi ko'rgan insonni, o'zi yaxshi ko'rgan ijodkorni asarlarini yaxshi ko'rib o'qiydi. Shu bilan birga uni hayotiga ham, uni fe'l-atvoriga ham qiziqadi. Siz mana shu insonni yaqindan bilgan, eng yaqinlari qatorida aytishingizni xohlardik. Bizga bu juda ham qiziq. Aynan Sulaymon Rahmon aslida she'rlaridek edimi? Va uni samimiyati qanday edi? Aslida qanday inson edi? Yana bir bor assalomu alaykum. Endi men hozir o'ylab o'tiribmanki, har bir shoirni ro'yobga chiqishi, shoirni bir maydonga kirib kelishi har kimda har xil kechadi-da. Masalan, bir xil shoirlar yonib, hayqirib va atrofidagi odamlarga men keldim deb ovoz chiqarib qo'yadi. Ba'zi shoirlar sekin, asta yurib shu maydonga kirib keladi. Ba'zilari endi uni yo'li ko'p. Lekin men Sulaymon akani bu maydonga ko'p ham hayqirmasdan, indamasdan, sokinlik bilan kirib kelgan shoir deb bilaman. U kishi dastlabki she'rlar bilan ham muxlislarning qo'liga, ham ustozlarning e'tiboriga tushgan ijodkor. Endi Sulaymon aka hayotda ham bir sokin inson edi. Endi men aytsamki, Sulaymon aka jo'shqin inson edi, davralarga kirib ketsa nima ketardi, hamma bilan til topishib ketardi desam, bu biroz yolg'onga o'xshab ketadi. U kishi hayoti davomida ham sokin yashab o'tdi. Va nimaiki yozgan bo'lsa indamasdan yozdi. Nimaiki yozgan bo'lsa-da va mana shu indamaslik orqali o'zida she'ridagi sokinlik va bu sokinlikni ostidagi bo'ron tufayli bu she'riyat adabiyotga kirib keldi va yorqin izlarini qoldirdi deb bemalol aytishimiz mumkin. Masalan, u kishini bir she'rida shunday deydiki, seni jallod dedilar ey nafs, olarmishsan tan ichra jonni, jonni olsang olaver, ammo odamlarga qoldir vijdonni. Ilon kabi mayli bug' o'ldir, ich etlarni
kemirgin g'ashni ko'ngillardan o'chirma biroq iymon otliq qutlug' otashni. Mana shundan bilishimiz mumkinki, shoir she'riyatga shunchalik bir balandparvozlik emas. U inson haqida gapirish uchun, insonning noyob fazilatlari, vijdon haqida gapirish uchun, iymon haqida gapirish uchun bu adabiyot maydoniga kirib kelganligini biz mana shu shoirning o'tli satrlaridan bilamiz. Shoirni qanday yashab o'tganini mana shu 2 qator she'rda bilishimiz mumkin. Och bo'lsam-da sir bermadim, to'qday o'tdim. Bor bo'lsam-da ko'rinmadim, yo'qday o'tdim. Men mana shu 2 qator she'rni shoirni portreti degim keladi. Bu portret edi, uni rassomlar aytadi-ku, haligi rus tilida avtoportret deydi-ku. Endi men o'zbekchaga o'zini chizishmi yo o'zini namoyon etishmi deb ehtimol ko'p ham to'g'ri kelmasa ham shunday tushunish kerak bo'ladi va o'zini ayon etib ketgan. Tabiati ham shunaqa inson edi. Tabiati ham. Lekin bilib qo'yinglar. Sharqirab oqadigan daryo bor. Sharqirab oqadi, qirg'oqlarga urilib, toshlarga urilib oqadigan daryo bor. Lekin ko'zingizni oldiga keltiring, sizdan bunday daryolarni ko'rgansiz. Sokin oqadigan daryo bor. Va uni po'rtanasini anglash ham juda hammaga nasib etavermaydi. Shu sokin oqayotgan daryo qaysidir nuqtada bir ichidan shunday buloqqa o'xshab bir po'rtana namoyon bo'ladi-da. Ustoz, shu bilan birga sokin oqqan daryoni tagi juda ham g'alayonli bo'ladi. Aslida g'alayon. O'sha g'alayon yuzaga chiqadi-da. Sulaymon Rahmon mana shunday shoir edi. U sokin oqdi, lekin isyon bilan oqdi. Uni isyonlari nima deydi degan sizlarda savol tug'ilishi mumkin. U vatanni nihoyatda sevar. Vatanni sevish ham har xil bo'ladi. Har xil ijodkor har xil tuyg'u bilan, har xil tafakkur bilan sevadi. Masalan aytaylik, Erkin Vohidovni O'zbegimi qanday jaranglagan yoki Abdulla Oripovni O'zbekiston vatanim menim degan so'z she'rlari hammani yuragiga yetib borib aks sado bergan. Rauf Parfi bunday she'rlarni sokin kuylagan. Va shunga o'xshab Sulaymon akada ham bu jarayon sokin kechgan. Lekin u vatanni chin yurakdan sevganini, vatanni iymon bilan yaxshi ko'rgan. Shu esingizdan chiqmasin. Masalan, biz ham o'sha zamonlarda yashadik. O'sha zamonlardagi shoirning tuyg'ularini tushunamiz. Mana qarang, u 1977-yilda bu she'rni to'rtlikni yozgan. Oy yurt, ado yurt, oy yurt, boy yurt, gado yurt, yot yurtlarga fido yurt, g'ururidan judo yurt. Mana shu 4 qator she'r bilan bu o'sha sobiq sho'ro davridagi tuzumni davrida bizning yurtimiz qanday ahvolda ekanligini 4 qator she'rda ifodalab bera olgan. Va buni ifodalash uchun ham shoirda yurak kerak edi. Shoirda mardlik kerak edi. Men shu ma'noda aytmoqchimanki, Sulaymon Rahmon iymonli shoir edi. Vatan degan tuyg'u ham uni iymoni bilan yonma-yon turardi. Uni vijdoni bilan yonma-yon turardi. Endi Sulaymon Rahmon o'z ijodini va uni tanilishida ayniqsa Guliston jurnali katta vazifani bajargan. U Guliston jurnalida Asqat Muxtorday ulug' ustozni qo'lida ishladi va uni maktabidan ta'lim oldi. Guliston jurnalini o'sha paytda ishlagan juda ko'p iste'dodli yozuvchilarni men yaxshi bilaman. Bugun ular ko'pchiliklari adabiyotimizga katta xizmat qilayotgan ijodkorlar. Shularning safida Sulaymon Rahmon ham bor edi. Sulaymon Rahmon
so'zga bo'lgan mehrni mana shu jamoada o'rgandi. Uning tahriri ham juda puxta tahrir edi. So'zni juda chuqur his qilar edi. Yozganda ham chertib juda o'rnida ishlatardi. Masalan, endi bizning ko'p ijodkorlarimiz yozadi, lekin vergulni qayerga qo'yish kerak, nuqtani qayerga qo'yish kerakligini bilmaydi. Lekin Sulaymon Rahmon bu ma'noda juda bilimdon, iste'dodli muharrir edi. Keyin u kishi ish faoliyatini Yoshlik jurnalida davom ettirdi. Yoshlik jurnalida Erkin Vohidov maktabidan bahramand bo'ldi. Va o'sha jarayonlarda u nihoyatda bir samarali ijod ham qildiki, bu ijodi mana uni qator bir she'rlarida hammasida aks etgan. Endi haliga aytganimga o'xshagan Sulaymon Rahmonda bir ichki kamtarlik deymizmi? Ichki tortinchoqlik deymizmi? U hamma davraga ham kirib ketavermas edi. Qo'lini ko'tarib gapiraman demas edi. Men biror marta shu ko'p yonlarida yurganman, bu ko'rmaganman. Haqiqatan ustoz, haqsiz. Mana sizni hozir so'zlaringizdan ham umuman biz o'qigan, bilganlarimizdan agar tahlil qiladigan bo'lsak, bu insonni mana shu tortinchoqligi balkim sabab bo'lgandir. Aslida she'rlar ko'p hamma she'rlar ham birdek mashhur bo'lavermaydi, lekin aksariyat bunday mag'zi butun, yaxshi she'rlar juda tez ommalashadi-da. Aynan Sulaymon Rahmonning she'rlarini qaraydigan bo'lsangiz, hammasi biri-biridan yaxshi. Nega Sulaymon Rahmon bir otilib chiqmagan yoki bir o'ta mashhur bo'lib ketmagan degan savol doim bizni qiziqtirardi-da. Mana endi tushunib yetdikki, demak sizning so'zlaringizdan anglasak, ichki tortinchoqlik, bir mana shu kamtarlik, o'ta kamtarlik bu insonni hamisha bir soyada turishga bir majbur qilgan deymizmi? Men o'ylaymanki, e'tibor bizning klassik adabiyotlarimizda ham shunday siymolar o'tgandir. Lekin hozirgi adabiyotimizda ham bunday yaxshi shoir, yaxshi ijodkorlar bor. Lekin Sulaymon akadagi kamtarlikmi, tortinchoqlikmi, buni hammasini zamirida hali yuqorida aytganimdek bir isyon bo'lgan. Biz shoirni isyonkorligini faqat she'rlari orqali bilamizda. Lekin aytdimki, u kishi o'sha minbarlarga chiqqanda ham ko'p ham masalan hamma davrada ham she'r o'qishga imkon bo'lmasligi mumkin, lekin shunday toifa shoirlar borki, shu davrada so'z olmasdan, she'r aytmasdan ketmaydigan shoirlar ham bor, yo'lini qilib. Lekin Sulaymon Rahmon bu yo'lni tanlamagan. Uni yo'li hali yuqorida aytganimizdek sokinlik, u yozgan faqat. Men she'rida nima bo'lsa, qalbida nima bo'lsa, shuni qog'ozga to'kkan. O'zini targ'iboti uchun, o'zini tanitish uchun ayrim safdoshlariga o'xshab yelib yugurmagan va o'zini kerakli va keraksiz joylarga urmagan. U mana shu bir sokin daryoday oqib o'tdi va bu yerda aytilganidek, sokin daryoni tagida purtana o'sha o'zini ichki hayqiriqlari. Ichki hayqiriq, qarang. Buni masalan mana shu yerda yana bir she'rni men sizlarga aytib ketishni istardimki, menga bir do'st kerak, qora ko'z kerak. Bo'zchiman, bir yolchi, menga bo'z kerak. Bu serso'z jahonda bitta so'z kerak. To qolsam to'ron yurt so'zini bitta. Qarangda, bu serso'z dunyoda degan iborani ishlatyapti. U aytyapti, menga bitta so'z kerak. Bu to'ronni haqidagi so'z. To'ron degani vatan haqidagi so'z deyapti. U so'zni ham nihoyatda ehtiyot, mana kitoblarini o'qisangiz, so'zni ham isrof qilmagan. Hali yuqorida aytganimdek so'zni bir mehr bilan sevgan.
lekin uni o'z o'rnida ishlatgan. Juda topib ishlatgan. Ben mana shu jihatdan bir yoshlarga bir Sulaymon Rahmonni yana bir qirrasini aytib o'tishni istar edimki, she'r texnikasi degan ibora bor. She'r texnikasi. Sulaymon Rahmon she'r texnikasini, she'r yozishini, so'z ishlatishini mukammal egallagan shoir edi. Shuning uchun ham uni she'rlarini o'qiganingizda qalbingiz jo'shib ketadi. Bu she'rlarni o'qiganingizda sizni yuragingizda she'r, u yozgan she'r yuragingizga ko'chadi. Bu uni mahoratidan, u uni so'zni sevishidan deb bilaman. Shu ma'noda aytmoqchimanki, Sulaymon Rahmon bizni tinglab turgan muhtaram teletomoshabinlar o'ylashi mumkinki, bu shoir jimgina yashab o'tgan ekanda deb. Yo'q. Aziz do'stlar, unday emas. Bu shoir ichidagi isyon bilan, qalamidagi isyon bilan, so'zidagi isyon bilan bizni yuragimizda katta gulxanlar yoqib ketdi. Adabiyotda har kim har xil tushunadi. Lekin yana qaytarib bir iborani qayta aytishni istar edimki, Sulaymon Rahmon adabiyotni iymon deb tushungan, vijdon deb tushungan. Ustoz, chiroyli javob uchun rahmat sizga. Keling, shu pallada davramizga she'riyat ixlosmandlarini taklif etsakda, aynan sevimli shoirimiz Sulaymon Rahmon ijodidan bir chiroyli she'r ijro etib berishsa. Sahnamizga Charoz Shodmonqulovani taklif etamiz. Marhamat. Men armonman. Armonsan sen ham. O'rtamizda boshqa bir zog' yo'q. Bisotimiz 10 kunlik o'tmish, bir o'tmishki zarracha dog' yo'q. Do'st tutindik ezgu o'ylarga, mishmishga, ig'voga yot bo'ldik. Cho'mildik quyoshga, kuylarga, muhabbatdan ehtiyot bo'ldik. Biz tug'ildik onadan qayta. Biz sof edik tongdagi guldek. Bizni quchib jo'sh urar dengiz, orzuyiga yetgan ko'ngildek. Na xayolda ro'zg'or tashvishi, na shaharning g'ala-g'ovuri, qaqshab ketgan asablar yumshab, ko'tarildi dilning hovuri. Tunda chiqib tog' cho'qqisiga gulxan yoqib yulduz sanardik. Qalbning qotgan tuyg'ulariga shu'la tashlab isyon ko'tardik. Rahmat. Sog' bo'ling. Mana shunday go'zal she'rlarni menimcha yana she'rlarga ulasak, ayni maqsadga muvofiq bo'ladi. Sahnamizga shoir Samandar G'anijonovni taklif etamiz. Marhamat. Bilaman baribir senda insof bor. Sevgimni rad etib qalbimga behad o'kinch solganingni sezasan dildor. Bilaman baribir senda yurak bor. Meni sevmasang ham biroq qalbimda sevgim zo'rligini bilasan dildor. Bilaman baribir senda sevgi bor. Menga bo'lmasa ham biroq kimgadir sen uni albatta yetasan izhor. Bilaman va lekin dunyoda dildor sevgini tanimay, insofni bilmay, qalbsiz yashayotgan go'zal qizlar bor. Sevgini tanimay, insofni bilmay, qalbsiz yashayotgan go'zal qizlar bor. Go'zal qizlar bor. Rahmat. Albatta, haqiqatan ham shoirimiz haq edilar. Biz o'zimiz hozirgi bizga zamondosh bo'lgan shoirlarni ko'ra bila turib, ularni ijodini o'qisak, har holda nima degan ekan degan bir xayolga bormaymizda. Umuman tabiati, fe'l-atvori bizga noma'lum bo'lgan insonlarning she'rida haqiqatan qandaydir ma'no izlashimiz mumkin. Bugungi suhbatdan
Tomoshabinlarimiz ham, muxlislarimiz ham aynan Sulaymon Rahmonni ijodini endi yanayam chuqurroq, yanayam yorqinroq tushunishsa ajab emas. Sahnaga shoirning muxlislaridan biri Mahliyoxon Qodirovani taklif etamiz. Marhamat. Toq bo'ldi oxiri toqating. Tun bo'yi osmon yig'ladi. Buyuk edi mening hayotim. Sening tor uyingga sig'madi. Uloqtirdi zulmat ko'chaga, gardanimga sanchgan ko'zlaring. Gurs gurs etib shilta ko'chaga tushaverdi otgan so'zlaring. G'o'ng'illagan ariday pisib quvlab keldi o'qtanib nishlar. Lekin tegmay dumini qisib itday g'ingshib qaytdi qarg'ishlar. Ketaverdim, ko'ksim bo'shadi. Qolaverding sen qaro g'amdek. Dovdir, sovdir qadam tashladim. Chekishni tashlagan odamdek. Toqating toq bo'ldi oqibat. Osmon ham tun bo'yi yig'ladi. Buyuk edi menda muhabbat. Sening tor ko'nglingga sig'madi. Buyuk edi menda muhabbat. Sening tor ko'nglingga sig'madi. Feruzbek, sizga yuzlanadigan bo'lsak, biz yaxshi bilamiz. Masalan, Sulaymon Rahmonni ijodini yana bir tarafiga qaraydigan bo'lsak, u yaxshi tarjimon deb juda ko'p ta'rif beramiz. Rumiyning ma'naviy masnaviysidan tortib Don Juangacha tarjima qilgan kitoblarini muxlislar hali hanuz sevib o'qishadi. Siz ham tarjimon sifatida aynan mana shu tarjima kitoblarga qanday fikr bildirasiz? Ustoz shogirdlik an'anasi bor adabiyotda. Hozir ham Xudoga shukr davom etyapti. Ustozim Sulaymon Rahmon bilan ilk tanishuvini menga aytib bergan. U kishi 4-sinfda o'qigan, Sulaymon Rahmon 7-sinfda bir maktabda o'qishgan. Odil Xatamov degan shoir. Shuni ustozning bir she'ri Devor gazetasida chiqsa, Sulaymon Rahmon ko'rishib qolib, "Sen yozdingmi?" "Men yozdim. Ko'proq she'r yodla" debdi Sulaymon Rahmon. Sodda tanishuvda endi. Keyinchalik o'zim qiziqib qanaqa odam ekanini ko'p aytardi ustoz. O'zim o'qiganman Kabo Abeni, Yashik odamni o'qiganman. Bir tarjimonlik degan bir shunaqa bir qorong'u kasb borda. O'zim masalan tarjima olaroq, meni tarjimalarimni kimdir o'qib turib meni tanimaydi. Albatta. Sulaymon Rahmon ham shunaqa bir qorong'u dunyoni shaxsiyati. O'sha Kabo Abidagi ichkinlik she'riyatida ham seziladi-da. Ularning ruhiyati shu qadar bir-biriga bog'liq. Yashikni ichiga kirib oladi, dunyodan butkul uziladi. Tasavvur qilib ko'ring, butun insoniyatdan uzilib, o'sha bir qutining ichida yashashni boshlaydi inson. Sulaymon Rahmon shaxsiyati shunaqa. She'riyatida ya'ni ichkin. Lermontovdan tarjimalari bor, Pushkindan. Umuman rus she'riyatidan tarjimalarini ko'p sanasa bo'ladi. Don Juanga kelaylik, o'ta katta asar. Don Juan adashmasam Sharq yulduzida chiqqan kitob bo'lmagan. Tugatilmagan. Ya'ni Don Juan asarining o'zbek tilida butunlay tugatilgan tarjimasi yo'q hozirgacha. Ikki kishi tarjima qilgan, bittasi Abdulla Sher, bittasi Sulaymon Rahmon. Ular ikkalasi Guliston jurnalida birga ishlashgan, hamkasb bo'lishgan. Sulaymon Rahmon rus tilida, Abdulla Sher original tilidan o'girgan. Shu Don Juan. Lekin Sulaymon Rahmonning tarjimasini ma'qul ko'rib, o'sha jurnal uning tarjimasini berib borgan, va lekin tarjima yakunlanmagan. Berilgan tarjimalari umuman ommaga taqdim qilingan kitoblari faqat Kabo Abedan va ayrim saylanmalardagi, masalan, Lermontovning saylanmasidan, Pushkinning saylanmasidan uning she'r tarjimalarini ko'rish mumkin xolos. She'rni bitta qo'shimcha qilib ketaydi. Marhamat ustoz. Feruzjon Don Juanni eslatdi. Don Juan haqida ko'p bahs bo'lgan. Bittasi mana aytdilarki, rus tilidan Sulaymon aka tarjima qilgan. O'zini tilida u kishi Abdulla Sher ham tilini o'rganib tarjima qilganda
mana shu yerda ham bir narsa bo'lganda, chunki endi biz bugun ko'rsatuvimiz Sulaymon Rahmon haqida ekan, biz Sulaymon Rahmonni bilganimizcha, uni ko'rib, tafakkur qilganimizcha ta'riflashimiz kerak bo'ladi-da. Mana shu yerda bahs bo'lib qoladi endi. Bu go'yoki endi rus tilidan qilingan tarjima asldan emas, bu asldan qilingan tarjima zo'r, boshqa degan ma'noda-da. Lekin Sulaymon akaga yana bir marta qoyil qolish kerak. Ayrim Sulaymon akaning sha'niga yaxshi gaplar aytilmagan paytda ham Sulaymon aka shunda qayrilib qaragan odam emas. Umuman u bahs munozaralarda ham hech qachon pastga tushmagan. Uni tanqid qilayotgan odammi yo uni muhokama qilayotgan odamni darajasiga tushmagan. Chunki u o'zini kimligini bilgan. Keyin mana bitta ibora ishlatdi-ku Feruz, tarjimon qorong'idagi odam deb. U qorong'ida ham o'zini kimligini bilgan. Shuni unutmasligimiz kerak. Endi ma'naviy masnaviyga kelsak, endi uni birinchi kitobini tarjima qilgan u kishi. Bu tarjima ham juda chiroyli tarjima bo'lgan. O'zi sanoqli tarjima Sulaymon akada. Bu yerda bir narsani eslab ketishni istardim-ki, Sulaymon aka o'sha Kabo abini Qumdagi xotin tarjimasini men nashriyatda ishlaganimda chop etganmiz-da. Chop etganmiz. Mana qarang. Buni mehnatkashligini. O'zi tobi yo'q. O'zi tobi yo'q, kasalman. Lekin shuni biz korrektura deydi. Korrekturasini chiqarganimizda yana bir narsa o'tib ketmasin deb, endi u oldin ham necha marta chop etilgan. Lekin baribir shunda ham yana bir mana so'zga bo'lgan muhabbat. Yana shuni ko'rib olib kelgan Feruz. Bizda endi bir xil tarjimonlar telefon qilib nashriyatga falan kitobni yuboryapman, bosib yuboringlar dedi. Keyin kitob chiqqandan keyin faqat gonorarni so'rab kelardi-da. Lekin Sulaymon akaning so'zga bo'lgan muhabbati, so'zni sevishi va uni juda buyuk darajada e'zozlashini biz uni ijodiy faoliyatida va so'zga bo'lgan munosabatida ham ko'ramiz. Shuning uchun uni tarjimalari, teran tarjimalar, u anglab, tushunib, yuragidan o'tkazib qilingan tarjimalar, lekin qorong'ida turib ham isyon qilgan inson. Albatta. Feruzbek, keling sizni ijroyingizda ham bir chiroyli she'r tinglasakda, keyin suhbatimizni davom ettirsak. O'rganmadim. O'rgana olmadim. Men hammaga o'xshab yurishni. Kulsa kulib, yig'lasa yig'lab, yotsa yotib, tursa turishni. O'rganmadim, ko'nikib bo'lmas, yaxshi yomon ishga ko'nishni. O'ylab ko'rmay to'g'ri, noto'g'ri buyruqlarga bo'yinsunishni. Juda sevdim, juda ham sevdim yoqmagan mansabdan bo'shashni. Xullas kalom o'rgana olmadim. Yashab turganda ham yashashni. Boqar bir javob. Tipirlaydir chalajon uyqu, tipirlaydir kiprik uchida, bir olis tuyg'u va yolg'iz men xona ichida. G'ijimlaydi boshimni xayol, g'ijimlaydi qo'msaydi sira. Ich-ichimni kezar bir shamol, ich-ichimni ezar xotira. Derazamdan yoz boqar sassiz, derazamdan mo'ralar bahor. Qarab o'tar ko'zlarimga kuz, yog'ib o'tar oppoq oppoq qor. Baxtim esa boqmaydi hanuz. Teşekkürler. Har kun tomog'imga tiqilar bir so'z. Bo'g'zimni kuydirar har kun bir kalom. Og'zimdan chiqaru yiqilar zo'r so'z. Gursullab tushganday biyalik salom.
meni yonib o'zimni otaman shu zum muqaddas bu so'zga tabarruk cho'qqa va har kun shu taxlit bo'laman mahkum erk deb atalguvchi shirin og'riqqa oh derman qoyalar qisirlaydi jim oh derman barg yozib nish urar taxta faqat sen jon xalqim onajon xalqim men bilan ishing yo'q terasan paxta. Davramizga shoira Munisaxon Islomjonovani taklif etamiz. Marhamat. Betakror nima bor? Hamma narsada mavjuddir pinhoniy, betakror, takror. Har yili bir marta kelib ketar qish, har yili bir marta keladi bahor. Qushlar bugun aytgan qo'shiqlarini albatta ertaga yana aytadi. Daraxtlar va gullar simirgan yomg'ir ertaga suv bo'lib albat qaytadi. To'kilgan xazonlar bir kun albatta yana kurtak bo'lib yozarlar qanot. Betakror takrordan iborat butkul o'chib yonayotgan bu rangin hayot. Albatta o'tadi sening ko'changdan umidimning bo'm-bo'sh avtobuslari albatta yetaklab olib chiqadi seni muhabbatning ma'sum hislari. Albatta tarqalar bugungi araz, albatta qaytadi u mehru shafqat. Ishonma, tirilmas desalar senga odamning ko'ksida o'lgan muhabbat. Ishonma, so'ngan dil yonmas desalar, qaytmaydi desalar agar bu bahor, sen ishon, qaytadi hamma narsada mavjuddir pinhoniy, betakror, takror. Shoirni qanchalar isyonkor ekanini yana bir bor his qiladi odam. Yashab o'tgan yo'lini bu yerda to'g'ri she'rlarni so'zlari mag'zi butun, umuman ma'nolari turfa xil, lekin qandaydir bir yo'nalish bir xildek. Aynan o'zini o'sha siz aytib o'tgandek o'z xonasidan chiqmay, tashqarini his qilmay, o'zi bilan o'zi yashaganligi. Keyin tajriba bor. Endi auditoriyamiz yoshlar-ku. Har kimning boshida borda, misol uchun sevish, sevilish, ayrilish, topinish, yo'qotishlar ba'zida ko'proq bo'ladi. Masalan, Usmon Nosirni eslayman, keyin Yurak she'rida Usmon Nosir tilim charchar ajab gohi seni tarjima qilmoqda. Yuragiga aytaman. Tilim charchar ajab gohi seni tarjima qilmoqda. Nechun sevgan dildan qochasan ko'nglim, sevmagan dilga dil ochasan ko'nglim. Sulaymon Rahmon. Tajriba. Va o'sha tajriba bir ulkan yurakda. Shoirning shaxsiyati doim og'ir bo'lgan. Yengil yelpi shoirlar, olaylik davravoz shoirlar ko'p, tariximizda ham ko'p. Va ba'zilari bizning ulug' shoirlarimiz hisoblanadi. Lekin shaxsiyati, o'sha metinligi uning o'zi fojiasi. Ya'ni o'zida misra bor edi. Chiqish olmadim dushmanim Sulaymon Rahmon ila men degan shu mazmunda. O'zi bilan o'zi olishganligi. Keyin shaklan she'rdagi strukturasi, figurasini aytaylik. Ohangning birinchi bandini refren berishi. Birinchi bandini oladi va oxirgi bandda ham xuddi shunday tugatadi. Bu she'r xuddi aylanaday yoziladi, sharday. Aylanaday. She'rning shakli aslida bunday bo'lmaydi. Sulaymon Rahmon shunga bir chek qo'yish niyatida bunday qilgan deb o'ylayman. She'r sekin boshlanadi. Pog'ona va portlaydi. Yakunida bomb bo'ladi. Sulaymon Rahmonda boshlab qo'ygan oddiy bandi sodda ko'rinadi va o'sha band yakuniga bora turib o'zidan portlab ketadi, lekin faktik oladigan bo'lsak, o'sha birinchi bandni takroran oxirida berdi xolos. Lekin o'zidan portlaydi. Bu mahorat. Shaxsiyati ham o'z-o'zidan. Misol uchun bas latta yonmaydi. Bu endi sho'ro davrining bayrog'iga atalganda. Tutaydi latta haqiqat bir umr senga ichikdim.
mening orzularim hamisha katta, lekin yetishganim doim kichikdir. Sig'ingan bayrog'i xorijiy latta. O'zbeklarning fojiasini olib chiqqan. Hozir o'qidimmi masalan, faqat sen jon xalqim, onajon xalqim, men bilan ishing yo'q, terasan paxta. Bitta shoir bilan butun bir millatni ishi yo'qligini o'zi fojia. O'sha shoir har bir satrida o'zining millatini eslaydi-ku. Ana haligi misol uchun bilmayman, haqmanmi, nohaqmanmi yo. Balki men boshqaman, boshqadir dunyo. Tunlari tortishib chiqaman, tanho. Dushmanim Sulaymon Rahmon ila men. O'zining haq nohaqligini bilmayapti. Tasavvur qilib ko'ringlar, oynaga borib o'zlaring bilan o'zlaring gaplashib ko'ringlar. Haqiqatan inson hayotida shunday bo'ladi-yu. Xuddi ichimizda mana bir inson ichida o'zi ikkiga aylanib qolgan. Biri haq, biri nohaq tortishadi. Bu har bir insonni boshida, har bir insonni ko'nglida bo'ladigan narsa. Lekin buni shunchalar chiroyli tarzda so'z bilan qog'ozga tushirib berganlardan keyin haqiqatan ham inson o'zini ham o'ylab ko'radi. Mana shu she'riy satrlarda o'zini ko'radi har bir o'quvchi. Shoir darddoshda o'zi. Shoir faqat boshlamaydi jangga, ozodlikka, erkinlikka, ba'zida dardlashlik qiladi. Shunoq qor yog'ayotgan misol uchun vaqtda bir boshingizga bir kulfat tushdi-yu, yog'ib o'tar yuragimga qor, baxtim esa boqmaydi hanuz. O'zingiz beixtiyor ko'zingizga yosh keladi. Shoir shunaqa bo'lishi kerak. Har bir insonni, har bir o'quvchini, tinglovchini dardini qog'ozga tushiradi aslida shoir. Bu yerda ikkinchi bir narsa ham borki, shoirning ichida yana bir Sulaymon Rahmon bor. O'zi shoir shunday bo'lishi kerak. Ichidagi bilan ham hisoblashish kerak-da. Ichidagi shoir unga qo'y buni desa, u o'sha bilan bahs qiladi. Mana ko'p o'rinlarda bahs qilingan. Shuning uchun men aytmoqchimanki, hozir men she'rlarni tinglab turib o'yladimki, Sulaymon aka ko'proq Asqat Muxtordan o'rganganligi, ko'proq Rauf Parfidan o'rganganligi. Albatta siz kimdandir o'rganasiz. Bu o'rganishning hech aybi yo'q. Lekin ulardan o'rganib turib o'zini so'zini aytganligi, uni shoirligi. Keyin faqat shoir va tarjimon sifatida tanimaslik kerak, olaylik Rauf Parfi bilan ko'p hollarda ular birga bir xonada ko'p tunashgan, misol uchun bir vaqtda ishlashgan. Rauf Parfi haqida esselari bor, Sulaymon Rahmon. Esse o'zi san'atimizni bir go'zal shaklida, haqiqat shunda ochiq aytadi. Turli xil bezaklarsiz va bu borada ham publisistik jihatdan Sulaymon Rahmon o'ta kuchli ijodkor. Aynan Rauf Parfini essesini men o'qiganman, shu bilan o'tgan kechgan holatlarini, voqealarini bir uzun, taxminan 30 betlarcha bor. Shuni o'zi ham bitta tarixni tarix sifatida qoldirib ketyapti. O'zi tarix, bilmasak o'tib ketadi. Shu niqtab ketyapti-da. Sohalari ko'p va o'sha hali aytganimdek, balki keyinchalik ochilib ketar. Pushkinni eslaylik-da. Har bir she'rini haligi shohning qo'lidan o'tishi bo'lgan. Yozilmagan she'rlari bo'lgan. Ey xalqim, sani urug'day, ozodlik erkin urug'day egatlarga sochdim. Ko'karmaysanmi degan bir she'rlari bor-da Pushkin. Pushkin o'tib, ana kumush asrlar ham o'tib bronza davriga kelganda Pushkinning she'rlari qayta nashr qilindi va chiqdi. Sulaymon Rahmon ham balki hali qayta adabiyotimizga bir portana sifatida. Albatta. Feruzbek, siz aynan bizni mana shu sevimli shoirimiz Sulaymon Rahmonni she'rlarini kuyga solib qo'shiq qilgansiz. Keling, mana shu qo'shiqlardan birini birgalikda tinglasak, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Bosh ustiga. Chaqmoqni sahroga chaqqan bulutday, yomg'irni daryoga yoqqan bulutday, nechun sevgan dilidan qochasa ko'nglim, sevmagan dilgadir ochasa ko'nglim. Tuproq sani kun uchun xayoling oyda, hozir sani keraging bo'lmagan joyda. Bulbul sani kun uchun gisolni sevding, senga zor bo'lmagan go'zalni sevding. Sendan bezor yorini yor etding, nechun
senga zor dildorni xor etding nechun tuproqsan kun uchun xayoling oyda hozir san keraging bo'lmagan joyda nechun sevgan dilidan qochasan ko'nglim sevmagan dilga dil ochasan ko'nglim nechun sevgan dilidan qochasan ko'nglim sevmagan dilga dil ochasan ko'nglim. Meni tashlab ketdi men sevgan bahor. Bo'ldi bu keng olam ko'zlarimga tor. Tangrim hayotimga yog'dular yubor. Quyosh ila oyga oshnolik bergin. Zimiston ko'nglimga ro'shnolik bergin. Ko'zlarim g'arq bo'lib xo'rlik yoshiga. Bosh qo'yib yotibman sabr toshiga. Yo kelsin yo o'zim boray qoshiga. Omad parisiga oshnolik bergin. Siqilgan dilimga ro'shnolik bergin. Malomat yo'qdir charxi gardunga. Goh kunga itqitar meni goh tunga. Saodat ato et menday mahzunga. Yaxshi odamlarga oshnolik bergin. Zolimlar zulmidan ro'shnolik bergin. Do'stman deganlardan yetdi ozorlar. O'ksitdi qadrimga yetmagan yorlar. Badbin xayolimga sepib iforlar. Ezgu umidlarga oshnolik bergin. Xo'rlangan sevgimga ro'shnolik bergin. Bevafo dunyoning makridan to'ydim. Senga qurbonlikqa ko'nglimni so'ydim. Boshimni 5 mahal sajdaga qo'ydim. Yo Tangrim, o'zingga oshnolik bergin. Sig'ingan ko'nglimga ro'shnolik bergin. Sahnamizga Jasur Ismoiliyni taklif etamiz. Marhamat. Sen bilan negadir sen bilan yonma-yon yursam, hech kimdan qo'rqmayman jonim, hech kimdan. Negadir sen bilan bog'larga kirsam, oqarib ketadi gullar rashkimdan. Negadir sen bilan yonma-yon yursam, qo'rqmayman o'lmoqdan, ichmoqdan, og'u. Negadir sen bilan tog'larga borsam, hayiqmay suykalar qo'limga ohu. Negadir sen bilan yonma-yon yursam, gunohsiz tuyular hamma odamlar. Do'stlarim ko'payar yaproqlardan ham, ishonib dil yorar barcha olamlar. Negadir sen bilan yonma-yon yursam, negadir sen bilan yonma-yon yursam, titrar ko'kragimda qalbmi kapalak. Tuyasanmi shunday hislarni sen ham, men bilan yonma-yon yurganda malak. Rahmat. Aziz tomoshabinlar, ustoz, ruxsatingiz bilan davramizga yosh ijodkor Sarvinoz Shukurovani taklif etamiz. Marhamat. Uyg'otib yubordi meni bir yog'du. Kaftlarimni qilib ko'zimga pana tikildim. Hech kimni ko'rmadim yo'g'u. Yorug' edi lekin men yotgan xona. Yorug' edi, ammo bu yorug'likdan butun a'zoyimga taraldi titroq. Bir ovoz yangradi shunda yo'qlikdan. Ovozki quyoshning shu'lasidan oq. Men keldim bir qizning tashna dilidan. Nigohing tushdi-yu uning qalbida tug'ildim. Men xuddi bahor guliday. Ismingni yozdim men uning labiga. Men gulman, sen meni qilgil parvarish. Men nurman, sen hayda diling zulmatin. Menga yarashadi o'tinch, yolvorish. Menga yarashadi faxring, jur'ating. Sen menga qalbingni berishing kerak. O'rniga qolurman ko'ksingda o'zim.
bugun men hukmron ikkita yurak, mening izmim bilan tepajak ko'zim. Noiloj garmsel yalayotgan bir yakka hol niholdek to'lg'ondim har yon. Shundan beri menga muhabbat taqdir, shundan beri mening hayotim tug'yon. Davramizga O'zbekiston Davlat konservatoriyasi talabasi Timurbek Ro'zmetovni taklif etamiz. Marhamat. Bu dunyoda shoir bir ohang. Tinglang uni aziz odamlar, shodlik berar qalbida jarang, jaranglaydi ruhida g'amlar. Bulbul derlar shoirni biroq, u kuylamas bulbulday takror. Bir gul emas shoirni ko'proq, kuylatadi vatan va bahor. U bir buyuk sevgi bilan mast, qahri qattiq uning ag'yorlarga. Husni uchun vatanni sevmas, bahorni ham sevmas bekorga. Yulduzlarga qo'ysa gar ko'ngil, yo'q emasdir buning boisi. Unga tole timsolidir gul, mast qiladir uning erk isi. U bir buyuk nafrat bilan mast, nomusini qo'ymas garovga, nafsi uchun vatanni sotmas, shon shuhrat deb yalinmas yovga. O'ylamang kim bular barchasi shunchaki ishq, nafrat emas, yo'q. Sevsa qalbi quyosh parchasi, nafratlansa satrlari o'q. Munis ilhom oshino damlar, kechar uning yuragida jang. U kuylaydi sizni odamlar, bu dunyoda shoir bir ohang. Rahmat. Ustoz, mana bir-biridan chiroyli she'rlarni tingladik. Albatta, bu she'rlarga royalda hamohang bo'lib turgan sozandamiz Zoirbek Boyjonov bo'ldilar. Rahmat. Biz endi she'riyat bilan musiqani uyg'unligida mana shu ko'rsatuvni maligi mohiyatini mana shu anglatib turadi-da. Albatta. Ustoz, mana hozir bir-biridan chiroyli she'rlar, mana qo'shiqlar tingladik. Sizdan aynan sevimli shoirimiz Sulaymon Rahmon haqida tinglaganimizdan keyin bildikki, biz kitoblarda o'qigan, mana shu asarlaridan tanigan inson biz tasavvur qilgandan-da boshqacharoq. Yana ko'nglimizga yaqinroq bo'ldi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu bugungi ko'rsatuvimizga xulosaviy fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Endi shoirni kashf qilish o'zi bir mushkul ishda, mushkul ish. Lekin men o'ylayman, bugungi ko'rsatuvimizda bizni sevimli shoirimiz, ardoqli shoirimiz, dardkash shoirimiz, vatansevar shoirimiz Sulaymon Rahmonni ayrim qirralarini aytishga va uni qanday inson ekanligini teletomoshabinlarga yetkazishga harakat qildik. Sulaymon aka qarangda, endi bir umr vatanni kuyladi, dardini kuyladi. Afsus, nadomatlar bo'lsinki, u mana biz mustaqillikka erishdik. Shoirni mana kuylagan orzulari, chekkan dardi firoqlari hammasi ortda qoldi. Lekin bu davrga kelib shoir biroz betob bo'lib qoldi-da, betob bo'lib qoldi. Lekin shu o'rinda ham bir narsani aytib ketishni istardimki, betob bo'lganda ham u o'ziga tegishli idoralardan ham, o'zi a'zo bo'lgan idoralardan ham u hech qachon yordam so'ragani yo'q. Chunki buni o'sha ichki g'ururi unga yo'l qo'ymagan. Chunki men yana gapimni bir qaytarib o'tishni istardimki, mana bir tasavvur hosil bo'ldiki, Sulaymon Rahmon g'urur inson edi. Buni
o'zi xohlasa ham lekin qalbidagi g'urur uni boshqa ko'chalarga kirib ketishga, uni yengil yelpi ijodkor bo'lishga yo'l qo'ymagan o'sha g'urur baribir u ijodkor qanday bo'ladi? G'urur ijodkorda ham, ziyolida ham, har bir insonda ham bo'lishi kerak. Men gapning yakunida bir narsani aytishni istardimki, men to'ymay yashadim erku ziyoga. Dil doim mayustur, doim xun yurak. Yolg'onchi dunyoga, zolim dunyoga achchiq haqiqatni aytishim kerak. Endi mana shu joyda savol tug'iladiki, shoir shu achchiq haqiqatni ayta bildimi? Uni qay darajada uddaladi? Bu bugun o'qilgan she'rlardan ham, suhbatlardan ham ma'lum bo'lib turibdiki, shoir achchiq haqiqatni aytib bildi. Shu uchun ham u shoir. Bizga bugun mana shu haqiqat yo'lida, iymon yo'lida, e'tiqod yo'lida, vijdon yo'lida har birimiz mukammal bo'lishni va bu yo'lda fidoyi bo'lishni bizga shoir o'rgatib ketdi. Vasiyat qilib ketdi desam to'g'riroq bo'ladi. Men o'ylayman bugun ko'rsatuvimizni adabiyotshunoslar ham, adabiyotimizni tadqiq qiladigan olimlar ham ko'rib turishibdiki, men bir iltimos qilmoqchi edimki, bugun Sulaymon Rahmon ijodini o'rganish, uni tadqiq qilish, u haqida ilmiy ishlar olib borish davri ham keldi deb hisoblayman va gapimni so'ngida aytamanki, bunday shoirni biz unutsak ham adabiyot unutmaydi. Rahmat. Ustoz, avvalo sizga Feruzbek rahmat tashrifingiz uchun, chiroyli fikr mulohazalar uchun. Shu o'rinda tomoshabinlarimizga ham rahmat aytib o'tmoqchiman. Aziz tomoshabinlar, bugun biz sevimli shoirimiz, tarjimon Sulaymon Rahmonning hayoti va ijodiga bir lahza bo'lsa-da nazar soldik. Afsuski, vaqtimiz chegaralangan, yo'qsa bizni hali yana qancha savollarimiz, suhbatlarimiz oldinda edi. Shu o'rinda yana bir ta'kidlab o'tishimiz kerak. Agar siz ham bizni ko'rsatuvimizda jonli tomoshabin bo'lib ishtirok etishni, tasvir jarayonida qatnashishni istasangiz, quyida yozilgan bot orqali bizga noma yo'llashingiz mumkin. Azizlar, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Ezgin bir navo oqar, mungli oqar bir navo. Derazamdan bir savol boqar, derazamdan boqar bir javob. Derazamdan yoz boqar sassiz, derazamdan mo'ralar bahor. Qarab o'tar ko'zlarimga kuz, yog'ib o'tar yuragimga qor. Baxtim esa boqmaydi hanuz, yog'ib o'tar yuragimga qor. Baxtim esa boqmaydi hanuz, yog'ib o'tar yuragimga qor. Yog'averar yuragimga qor, yog'averar yuragimga qor.